neyleyim. Ayılamaz parva parivaş bir yolu külüm üçün. Yalvarıp kılganda yüzmeyen ilticama neyleyim. Taneler taşırken sabırlık bilen sabr eylegin. Mehirsizlik derdinden bağrım yara men eyleyim. www.vodiuz.com Mehirsizlik derdinden bağrım yara men eyleyim. Nazını hadden aşır diye vay dilraba men eyleyim. Hop, endi inşallah oxiri payoni bo'pti, endi duo qilamiz endi. Hamma narsani oxiri intihosi bor. Chiqqan quyoshni botishi bor degandek. Tug'ilgan insonning bir kun o'lishi bor. Shu o'lishdan avval yaxshi ishlarni qilib olaylik ilohim. Chunki Azroil alayhisalom siz bilan bizga Allohning elchisi, o'sha elchi kelgandan keyin hammamiz ojiz qolamiz. Nimadan? Hayotdan ojiz qolamiz. Hamma narsadan ojiz qolinadi inson. Biz o'ylaymiz faqat shu o'limga siz bilan bizga Xudo buyruq qilganda Azroil alayhisalom keladi deb o'ylaymiz. Lekin unaqa emas. Azroil alayhisalom har kuni hamma musulmon odam borki, hamma dunyoda necha milliard odam bo'lsa, 2 martadan ro'baro bo'lar ekan. 2 marta. Xudo qaysi biriga amr qilsa, o'shani jonini olar ekan. Shu jon olishlikdan avval o'zimiz yaxshi odam bo'lib, dunyoda yaxshiliklarni qilib o'tib olsak, inshaalloh u dunyo keyin inshaalloh jannat bizniki bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin, ihsonlar qabul bo'lsin. Nosirjon aka mana shuncha ahli ilmni yig'ib, shuncha ihson berib, Xudo rozi bo'lsin, ilohim shu farzandlar, nevaralar ilohim kelajakda bir yaxshi bolalar bo'lsin. Chunki Rasulullohdan hadis bor, al-mar'u ma'a man ahabba deganlar. Dunyoda kishi kimni yaxshi ko'rsa, kimga muhabbat qilsa, qiyomat kunida bas o'sha bilan birga tiriladi degan hadis bor. Bu dunyoda ahli ilmni yaxshi ko'rsa, ahli Qur'onni yaxshi ko'rsa, yaxshi insonlarni yaxshi ko'rsa, ilohim qiyomat kunida o'shalar bilan birga tirilishlik bor. Duo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Pok Parvardigoro, ixlos va muhabbat bilan o'qilgan bu Qur'on tilovatlar, o'qilgan Mavludi sharif, aytilgan salovat shariflarimiz, yozilgan bu ihson dasturxonlar, so'yilgan jonliqlarni o'zing dargohingda benuqson beriyo qabul qilgin. O'zing rozi bo'lgin, hosil bo'lgan samara hisob mo'rindan xonadon ahllari tomonidan avvali oxir o'tgan, Xudo andalar tomonidan avvali oxir o'tgan barcha umidvorlarni ruhlariga yetkazdir. G'ariq rahmat so'isha jannat aylagin. Yotgan joylarni o'zing Qur'on nurlaring bilan o'zing nurli qilgin. Xonadon ahllarining barchalarini iymonda, islomda sobit qadam qilgin. Parvardigor xonadon ahllarining ishlariga, savdo, tijorat, hunar, dehqonchilik, chorvalariga o'zing barakotlar bergin.
dillardagi yaxshi niyatlarga ziyodasini o'zing yetkazdirgin. Haqiqatni niyat qilingan bu go'daklarning umriga, rizqiga barakot ber. Ko'p yillar salomat bo'lib, ota-onasining bag'rida sevinch bilan katta bo'lishligini ham Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Bu xonadon tepasida duogo'y bo'lib turgan bu Nosirjon akamiz ahlilarimdan ko'p yillar farzand, nabira, chevralarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib, nasihatgo'y bo'lib yurishligini Alloh o'zing muvaffaq qilgin. Uzoq yaqindan qadam ranjida qilgan bu jamoatlarimizning qadamlariga hasanot, umr rizqlariga barakotlar bergin. Bu ahli ilm domlalarimiz ham hammalarini tan jonlarini salomat qilgin. Ilohim ko'p yillar xalqimizga, dinimizga chiroyli xizmat qilishligini Alloh barchalariga nasib qilgin. Yurtimizni, vatanimizni tinch qilgin, osuda qilgin, yomonlikdan, ofatdan, balodan, har xil kasalliklardan butun vatanimizni, xonadonlarimizni, xosatan bu xonadonni o'zing panohingda asragin. Bu yerda xizmatda turgan oshpaz, choypaz, uslitirchi, kamerachi, o'rtada xizmat qilganlar hammalaridan o'zing rozi bo'lgin, xonadonlarni obod qilgin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh rahmat hamd. Pazar bir göçemiz. Başka açıp koyup oradan var. Ortak kurulumuz mu? Ketip kamanları. Neyle geliyor onlarımız? Rahmet ben. Biliyorsun değil mi? Hakemler biliyorsun sen. Hakemler var. Yani orada başlı var mı? Hamiden peyman çek. Peki.